har kuni minglab odamlar o'tadigan gavjum ko'chadan biznesingizni gullatib boradigan lokatsiyasi bomba joy topib keldim. Like bosib bir quvontiring bizni ham. Bo'lgandayam ancha muncha emas, 860 kvadrat metrli, ya'ni birinchi qavat va so'kol qismini ijaraga olishingiz mumkin. Ikkala qavatida ham 430 kvadrat metrdan. Oho, bu yerda qancha ish qilsangiz bo'ladi. Kiyim magazin, kafe, oshxona, trenajyor zalimi, xullas qanaqa joy ochsangiz ham tez rivojlanib ketadi. Egasi ham hamma joyni faqat bitta odamga uzoq yillarga ijaraga bermoqchi. Ulgurib qoling. Binoning oldi tomoniga katta oynalar o'rnatilgan ekan. Orqa tomonida fortishkalar qo'yilgan bo'lib, ichkarida havo aylanib turishini ta'minlaydi. Ichida sanuzellari ham bor ekan. Birinchi qavatga 2 ta eshikdan kirilsa, podvalga 3 ta joydan kirish mumkin. Remont holati yaxshi. Keyinchalik ishingiz yurishib ketsa, bundan ham yaxshi qilib olishingiz mumkin. Issiqpol qilingan ekan. Gaz, svet, suv, kanalizatsiya muammosiz ishlaydi. So'kol qavatini ham holati yaxshi. Yozning jaziramasida hamma salqin, muzdek joy qidirayotgan paytda bu yer yuksalishi ehtimoli ham katta. Zo'r lokatsiyadagi katta joy uchun oyiga 7,5 ming so'rashmoqda. Ekrandagi nomerga telefon qilsangiz o'tib beradigan joylari bor. Bu yerdan topgan pulingizdan ijara narxi to'lash hech narsa bo'lmay qoladi hali inshaalloh. Manzil Farg'ona shahri, Sayilgoh ko'chasi. Mo'ljal eski baraka kredit o'rni. Katta ishlarni boshlanishiga sababchi bo'lmoqchimisiz? Videoni hamma yaqinlarga jo'natib qo'ying.